Men sizlarga nevroz, qo'rquv, vahima, yopishqoq fikrlardan dori darmonsiz chiqish yo'liga o'rgataman. U uchun birinchi o'rinda buni sababini ong ostida aniqlash kerak. Nima sabab bu kelib chiqdi bu kasallik? Ko'pchilik insonlar izlanadi, yuragini borib ko'rsatadi, ichki a'zolarini ko'rsatadi, tekshiradi, hamma joyini ko'p holatlarda sog'lom chiqadi. Sababini aniqlab bo'lmaydi. Keyin davolanadi, o'sha tinchlantiruvchi dorilar bilan boshqa muolajalar qiladi. Natija bo'lmaganidan keyin yoki o'zini o'qitadi, qanaydir mullaga boradi, tabibga boradi, natija ololmaganidan keyin nima bo'ladi? Battar tushkunlik holatiga tushadi. Ruhiyati cho'kadi. Biz siz bilan o'sha sababini ong ostida aniqlaymiz. U ko'p holatlarda sababi qattiq qo'rqgan voqealari hayotida bo'lgan salbiy voqealar o'shandan kelib chiqadi. Keyin o'zini ayblash, bir qaysidir voqeaga o'zini qattiq ayblaydi. Aytsak, ana ayollarda men kuzatganman, bolasini abort qilgan yo boshqa bir nimadir noxush holat bo'lgan bolasi bilan shunday qilmasam bo'lardi, bunday qilsam bo'lardi. Yoki boshqa holatlarda, masalan, o'sha ota-onasi yoki qaysidir yaqin insonni o'tib qolganiga o'zini ayblaydi. O'shani dorisiga qarasdik, o'sha yubormasak avariya bo'lmasdi, boshqa noxush holatga tushmasdi degan miyasidagi fikr aslida ildizi ko'p holatlarda shu bo'ladi. Keyin hayotida davomida yig'ilib keladi. O'sha mashina desak 1 tonna ko'taradigan mashina bo'lsa, 2 tonna yuk bor buni ustida. 2 tonna yuk bo'lgandan keyin organizm o'sha qo'rquv gormonni ko'p ishlab chiqaradi. Bu o'sha ong ostida o'tirib qolgan o'sha salbiy voqealarni ildizi deymiz, o'sha signal yuboraveradi. Bu qo'rqadigan voqea yo'q, lekin o'sha payt qo'rquv gormon ishlab chiqarganda yurak tez urishni boshlaydi, nafas yetmaydi, bo'g'ilishda bir noxush holat, holsiz holat, bir buni tushuntirib ham bo'lmaydi, shunaqa bir noxush holatga tushadi. O'sha vaqtda ko'p holatlarda qo'rquv bo'ladi. O'lib qolsam nima bo'ladi? Turmush o'rtog'im nima bo'ladi? Bolam nima bo'ladi? Keyin ana shunaqa bir yomon o'ylovlar miyada plastinkada aynalayveradi. Natijada bu odam battar chuqurlashib boradi. Qanaydir qisqa muddada, qaysidir muddada yaxshi bo'lib ketadi. Yana qaytib shu holat kelib chiqqanda, keyin o'sha tushkunlikka tushadi. Bu demak, buni foydasi yo'q, tuzalmayman, boshqa degan narsalar. Atrofdagilar aytadi, yaqinlari o'ylama, zerikma, o'zingni qo'lga ol deydi. Yo'q, bu insonga yordam kerak. Agar o'shani ildizini aniqlasak, ildizini olib tashlash usuli juda ham oson. Birinchi o'rinda aniqlash kerak. Nimadan kelib chiqdi bu? Qaysi voqea bilan bog'liq? Uni qanday olib tashlash haqida siz mendan so'rasangiz, men psixolog, terapevt Ulug'bek Xalikov 20 yildan ziyod shu soha bo'yicha ishlayman. O'zim 5 yil davomida nevroz bo'lib shu holatdan chiqqanman. Shuning uchun ham bunaqa insonlarni juda ham yaxshi tushunaman. Doimiy ishlab kelaman. Onlayn ham o'zimizni hamyurtlarimiz Rossiya, Amerika, Avstraliyaga borganlar bilan ham ishlab, natija zo'r bo'lgan. Hozirgi kunda asosiy faoliyatim Buxoro shahrida. Toshkentda ham bo'lib turaman. Asosiy lekin Buxoroda men qabul qilaman. Agar buni ko'rishib ishlayman desangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefonim 90lik 124 38 88. Shu nomerimda Telegram bor. Shu Telegramda ovozli sizda nima bo'lyapti, necha yildan beri shu noxush holatdan aziyat chekyapsiz yozib tashlasangiz, mutlaq bepul men sizga maslahatimni beraman, diagnostika qilib beraman sizga. Salomat bo'ling.